Ustalar 70 so'mga qadar narsani sizlar o'zlaringizga tekinga qilishni o'rgatib qo'yaman. Hamma biladi, Cobalt avtomashinasini kalta o'zida turganda o'zini zavodskiy pultdan foydalanish imkoniyati yo'q. Pultdan ochsa ham ochilmaydi yoki yopsa ham yopilmaydi. Bagajni ham ochmaydi. Bu narsani qanaqa qilib to'g'irlasa bo'ladi? Hozir shu narsani o'zlaringizga o'rgatib qo'yaman. Buning uchun biz birinchi navbatda rul tagidagi plastmassasini yechib olamiz. Keyin 5 ta sim bor. Oq palasali bilan oq sim bor, qora palasa o'tgan. Mana shu simni o'rtaroqdan kesib olamiz. Kesib qo'yamiz. Shuni ham zayn taqib qo'yamiz. Kesganimizdan keyin zapas kaltini zamokka qilib qo'yganimizdan keyin ham bittasini ajratganimizdan so'ng hammasi o'z o'rniga tushdi. Agar sizga ham shunaqa foydali videolar qiziq bo'lsa, bizga obuna bo'lib, bu videoni Cobalt'da bor do'stingizga jo'natib qo'ying.